Quyosh paneli butun umr ishlaydi. Faqat quyosh paneli yildan yilga tok berishi kamayib boradi. Hozircha bizada o'rtacha quyosh paneli hozir 100% desa, 30 yildan keyin 13%, 14% ga tok berishi kamayadi deb ishlab chiqaruvchining o'zi garantiya beryapti. Quyosh paneli bir tarafligi bor, ikki tarafligi bor. Bu nima farq bilan ajratsa bo'ladi? Xo'p, bir taraflamali quyosh panel o'zi eng yaxshi panel deyiladi. Ikkinchi tarafini qanaqa ishlatiladi? Bu 30 gradus uklon bilan qo'yilgan paytda orqasiga oyna bilan qoplaydigan bo'lsa, quyoshdan kelayotgan nurni quyosh paneli usti quyoshdan oladi, orqasi oynadan atrijat qilganini olib elektr energiya ishlab berish ko'proq bo'ladi. Yana buni tarafi quyosh paneli shunday turgan bo'lsa, quyosh bu yoqdan chiqqan paytda orqasiga ozgina tushadi, botgan paytida yana ozgina tushadi. Ana o'shanda samaradorligi oshadi. Bu farqi yo'q. Bir taraflamali, ikki taraflamali quyosh paneli ham olayotganingizda foydali koeffitsiyenti va 30 yilda qanchaga eskirishi, 10 yilda qanchaga eskirishi. Mana shu talablarga qarab olsangiz bo'ladi. Xo'p, quyosh panellarining to'lov turi farqi yo'q. Lizing orqali yoki bank orqali kredit yoki naqd yoki bank orqali bizning kassaga ham pul to'lov qilsa bo'ladi. Xo'p, bu tartibi qanaqa bo'ladi? Mijoz bizga ariza qoldirdi, quyosh paneli o'rnatmoqchi. Biz uyga boramiz, uyni ko'ramiz, o'lchaymiz, qancha kabel ketadi, qancha konstruksiya ketadi, qancha quyosh paneli, qancha akkumulyator, shular hammasini kelishib olgandan keyin bir umumiy summa kelib chiqadi. Deylik 45 million. Bu 45 million kelishganimizdan keyin agar bank yoki lizing bo'ladigan bo'lsa, shartnoma beramiz, o'zimizning sertifikatlarimizni beramiz, bemalol shartnoma orqali shotimizga pul to'lashsa bo'ladi. Hozir banklarda yashil energiya, uyni ta'mirlash bo'yicha juda katta kreditlar ajratishyapti. Foizlari ham men nazarimda juda kam, chiroyli imkoniyatlar qilib berishyapti. Agar naqd bo'ladigan bo'lsa ham, shotimizga bemalol pul to'lashsa, pul tushgandan keyin 3 yoki 5 kunning ichida ustalarimiz borib o'rnatib kelishadi. 10 kilovatli quyosh paneliga o'rtacha 3 kundan 4 kungacha bo'lgan vaqt oralig'ida o'rnatib bemalol topshirilsa bo'ladi. Domlaga ham qo'ysa bo'ladi, muammosi yo'q. Misol uchun bizning praktikamizdan kelib chiqib ayta olaman. Ikkinchi etajda turadigan odam quyosh panel qo'ydirmoqchi bo'ldi. Biz unga nima yechim berdik? Umumiy domla qavati 4 etaj. 4-etajda turadigan odamdan ruxsat olindi. Shu tomga quyosh panel qo'yiladi va u quyosh paneldan ikkinchi etajda yashaydigan odam foydalanadi. 4-etajda qo'shni talabi shu bo'ldiki, quyosh panel qo'yilgan joyi chaqchlab boshqatdan yopib berishimiz kerak edi. Shunda chakka o'tmasligi oldin olingan bo'ladi. Biz uni yopib berdik, quyosh panel qo'ydik. Quyosh paneldan chiqqan tok ikkinchi etajda yashaydigan odam orqali davlatga sotdi, davlatdan qaytarib oldi. Xuddi uchastkada turgandek, buni ham hisob kitobi bo'laveradi. Endi domda turadiganlarda o'rtacha hisobda 1 million elektr energiya to'lovi bo'ladi. Shu 10 kilovatli bemalol yetadi. Bu 10 kilovat shu boya aytgandek o'rtacha 60 kvadratdan 100 kvadratgacha bo'lgan joyi egallaydi quyosh paneli bilan. Domda ham akkumulyator qo'yib, svet o'chgan paytda akkumulyatordan foydalanib, svet kelgan paytda yana quyosh panelidan foydalanib ishlatsa bo'ladi. Yoki avtonom qilib ham ishlatsa bo'ladi. Uchastkalar bilan bir xil ishlanadi. Faqat buni talabi oxirgi etajda turadigan odamni ruxsatini olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, 10 kilovatli quyosh panelimiz o'rtacha hisobda oyiga 1 milliondan svetga to'layotgan insonlar uchun bemalol yetib ortadi. Misol tariqasida aytadigan bo'lsam, 10 kilovatli quyosh panel 1 yilda 14 ming kilovat ishlab chiqaradi. Xonadon miqyosidan oladigan bo'lsa, kunduz kuni baribir elektr energiyani unaqa ko'p ishlatilmaydi xonadonda. Bu avtomatik quyosh paneli ishlab chiqargan tokki davlatga 1000 so'mdan sotiladi. Kechasi quyosh paneli o'sha tok ishlab chiqarishdan to'xtaydi, lekin xonadonlarda elektr energiyaga bo'lgan talab oshadi. Ana o'sha momentda davlatdan o'sha kelishilgan shkala asosida 660 so'm, 900 so'm, 1000 so'mdan davlatdan sotib olinadi. Shu hisob bilan kunduz kuni quyosh panel davlatga sotadi, kechasi davlatdan qaytarib olinadi. Umumiy hisobda 14 million yiliga pul beradi. Hop, 10 kilovatli quyosh panelimizni podключ hamma xarajati bilan o'rtacha hisobda 40 million bo'layotgan bo'lsa, 14 milliondan yiliga bersa, taxminan 2,5-3 yilda o'zini oqlaydi. Endi akkumulyatorlar nimaga kerak bo'ladi? Qanaqalarini qo'yish kerak deydigan bo'lsa, akkumulyator bu qachon kerak bo'ladi? Davlat toki o'chsa,
2 soat 3 soat akkumulyatordan olib sizni elektr energiya ta'minlab berish uchun kerak bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, agar 30 kilovat, 40 kilovat akkumulyator qo'yiladigan bo'lsa, u avtonom bo'ladi. Bu qanaqa ishlaydi? Kunduz kuni quyosh panelidan kelgan tok akkumulyator zaryadka qiladi, ortganini davlatga sotadi. Kechasi akkumulyatordan olib ishlatiladi. Agar akkumulyatorda tok yetmay qolsa, ana undan keyin davlat tokidan oladigan qilib foydalansa ham bo'ladi. Hop, boya aytganimdek akkumulyator ikki xil bo'lyapti. Bittasi elektromobillarniki litsiy akkumulyator, geliy akkumulyator. Bularda nima farqi bor? Geliy akkumulyator yonmaydi, o'zidan hid chiqarmaydi, bezopasnost, lekin 1 yil 2 yilga 1 yil 2 yil ishlaydi. Litsiy akkumulyatorlar bo'lsa, u butun umr ishlaydi. Faqat tok yig'ishi kamayib ketadi. Uni bezopasnosti sal kamroq. U qisqa tutashuv bo'lsa yoki noto'g'ri o'rnatib qo'yilsa, bitta yonganda uni o'chirib bo'lmaydi. Quyosh paneli o'rnatayotganda invertorni, quyosh paneli va malakali ustalarga juda ham e'tibor berishimiz shart. Nimagaki, bu sistema bir yongandan keyin o'chirib bo'lmaydi. Iloji yo'q o'chirishni. Qachonki quyosh botsa, ana o'shandan keyin o'chadi. Pajarni kelib suv sepsa ham o'chirib bo'lmaydi. Bunda asosan avtomatlari, quyosh paneli uchun asobiy ishlab chiqarilgan kabellardan foydalanish kerak bo'ladi. Hop, quyosh paneli kirib bo'lib ketsa, bu 30% dan 50% gacha tok berish kamayadi. Buni ham yuvish tartiblari bo'ladi. Kun isib turgan paytda, quyosh paneli usti issiq bo'lgan paytda yuvib bo'lmaydi. Nimagaki usti kalyonli oyna, qizib turgan paytda muzdek suv sepsa, u sinib yorilishi mumkin. Buni qachon yuvilish tavsiya beriladi? Kun chiqishidan 1 soat oldin yoki 1 soat oralig'ida. Yoki quyosh botgandan keyin 1 soatdan keyin. Yuvganda ham o'zini yuvadigan himoya vositalari bor. Mashinada yuvish tavsiya beriladi. Quyosh paneli yana qotirayotgan paytda umrini uzaytirish uchun mana bunaqa alyumin krepleniyalardan foydalanish kerak bo'ladi. Oldin shaybali qo'yilardi, u shaybali zanglaydi-da, quyosh paneli ustiga zang hosil qiladi. Zang hosil qilgandan keyin bu tok berish samaradorligi juda ham tushib ketadi. Hop, qotirganda ham o'zini zanglamaydigan boltlarni qotirishimiz kerak bo'ladi. Bunga ishlatiladigan kabellarimiz ham yonmaydigan, mana bunaqa solar kabel bo'ladi. Buni tashqaridan oluv yoqsangiz ham ichiga o'tmaydi. Bu ichida qizisa ham, ichida yong'in bo'lsa ham tashqariga chiqarmaydi. Mana shunaqa quyosh paneli uchun asobiy ishlab chiqarilgan kabellardan foydalanish kerak. O'rnatganda ham metal konstruksiya ham qilsa bo'ladi, tomni og'irlik ko'tarishiga qarab turib. Yokida atsinkovka yokida alyumin bilan o'rnatsa ham bo'ladi. Xo'p, quyosh paneli o'rnatilgandan keyin telefonda o'zining programmasi bor, har bir invertorni. Buni siz dunyoni xohlagan chekkasida bo'lsangiz ham onlayn kuzatib tursangiz bo'ladi. Hozir qancha tok berdi, bir kun davomida qancha tok berdi, 1 yil davomida qancha tok berdi. Bundan qanchasini uyingizga ishlatdingiz, qanchasini davlatga sotdingiz, buni hammasini onlayn kuzatib borsangiz bo'ladi. Va bundan tashqari davlat programmasi ham bor. Head building orqali ham ko'rsangiz bo'ladi. Qanchasini davlatga sotdingiz, davlatdan qanchasini oldingiz. Pulni yechib olish, davlatga sotgan tokingizni puli yechib olinadigan bo'lsa, soliq programmasi orqali bemalol muammosiz 1 minut ichida yechib olsangiz bo'ladi. Bu qanaqa? Hozir mana dekabr oyida davlatga sotgan toklaringizni yanvar oyini 25-sanasidan keyin yechib olsangiz bo'ladi. Xuddi ana chekdi, cashbacklarni urib borasiz, keyin uni 25-sanadan keyin yechib olasiz-ku. Xuddi shunaqa kartangizga bemalol 1 daqiqani o'zida yechib olsangiz bo'ladi. Xo'p, quyosh panelini chaqmoq urishi mumkin. Agar siz avtomatlarda chaqmoqga qarshi kapsula qo'ymasangiz, kuchli toklarga himoya qilib qo'ymasangiz, 1, 2, 3 deganda uyingiz yonib ketishi mumkin. Buni oldini olish uchun avtomatlarda chaqmoqga qarshi kapsula qo'yish kerak va katta tok kelsa, katta kuchlanish kelsa, o'zini o'zi o'chirib qo'yadigan himoya avtomatlari bilan qoplangan bo'lishi shart. Buni orasidagi kabellari ham yonmaydigan bo'lishi kerak. Hattoki zajgalkada yoqsangiz ham yonmaydigan darajada bo'lishi kerak. Shu joylarini tekshirib oling.